Oyiga kosmetikaga qancha pul sarflaysiz? Kosmetikaga oyiga $500 sarflayman. Kayfiyatingizni 1 dan 10 gacha baholang. 5. Oxirgi marta qachon dush qabul qilgansiz? Bugun ertalab Bugun ertalab. Ukladka qilishga uspet qilmadingizmi? uspet qildim, mana ertalab. Bir kunda nechta zakaz yoza olasiz? Nechta? Misol uchun 10 ta yo 15 ta, undan ko'proq, qancha ko'p bo'lsa yozaveramiz, farqi yo'q. 5 ta qila olasizmi? Yozaveramiz. G'iyos Boytoyevga kim bo'lasiz? Akalariga ukalardek bo'laman. Sochingizni oxirgi marta qaysi shampunga yuvgansiz? Xeldir shoulder. Oyga necha pul topasiz? Oyligingiz necha pul? Davlat siri bor. Taxminiy. Aytib turibdi, Qoraqalpog'iston qanoti. 5, 6, 7, 8, 9 stop deysiz. 5, 6, 7 Stop. Jamoamizda eng chiroyli yigit deb kimni bilasiz? Murod aka o'zingiz Sizlar mijozlardan ortiqcha pul talab qilayotgan ekansizlar? Savol qanaqa ma'noda berasiz shunda? Ya'ni doполнительно, ya'ni yig'ib bergan yerlarga pul so'rayapsizlarmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmayapti.